uyini ko'rib, o'zlaringiz baho berasizlar. Xo'p, egalari 77 ming deb turgan joylaridan talashib tortishib 70.400 dollarga tushirib qo'ydim. Yana barakasi uchun bir nima o'tib beraman deyishyapti. Umumiy 130 metr kvadrat. Xo'p, duplex variantimizga yetib kelganmiz. Hozirda ko'rgan qismingiz kireverish eshigidan kattagina oshxona qismi kutib oladi. Hamda chap qo'limizda umumiy sanitariya xonamizni o'z ko'rsatib o'tamiz birma-bir. Hamda xonadonning birinchi xonasi ajoyib pardalardan indirib qo'yganlar. Hamda qandillarni ko'rib turibsiz. Devorlar ham super mo'shabo bo'lgan, remontidan qo'shmaganlar. Eshiklar ham neobычный tarzda. Sanazolimiz oyoqdan yuqorisigacha to'liq sifatli kafildan foydalanganlar. Oyoqdan chang qilmanglar deb shipakcha ham keltirib qo'ygan ekanlar xonadon egalari. Hamda duplex, ya'ni podval qismiga tushyapmiz. Podvalni ham o'zlari uchun ajoyib tarzda ta'mirlab qo'yganlar. Tushdiki, kattagina hol qismi kutib oladi. Mana shunaqa. Xonadonning birinchi xonasi zinadan tushdiki, xo'p, ajoyib tarzda ta'mirlangan. Xo'p, podval qismimiz 100% topli qilib qo'ygan ekanlar. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q bu xonadonni. Hamda podval qismining ikkinchi xonasi, elita pardalarda ko'rib turganingiz, umumiy maydoni 130 metr kvadratni o'z ichiga oladi bu xonadonimiz. Tepasida 60, pastda esa 70 kvadrat ekan. Xo'p, lokatsiyamiz Sharq Petkollej bo'lyapti. 7 etajli liftli domning birinchi qavati. Egalarning aytishlari bo'yicha 70.400 dollar, yana kelishadigan joy bor. Kimga qiziqarli bo'layotganingizda bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.